Assalomu alaykum hurmatli Hasanboy Ibrohimov YouTube kanali obunachilari hamda bu YouTube kanalimga kirgan qadrdon yurtdoshlar. Va'da qilganimdek Marg'ilon shahridagi dehqon bozoridagi narxlarni e'tiboringizga havola etaman. Sizdan like, podpiska kutib qolaman va undan tashqari meni ijodimni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, mana shu kartalarga ozgina mehringizni berishingizni so'rab qolamiz. Zero sizning mehringiz meni yanada ijod qilishimga undaydi. Xullas videoni oxirigacha ko'ring, like, podpiska tugmasini bosishni ham unutmang. Bugun 22-iyun hafta kuniga yakshanba. Soat 11:35. Xatir narxlari bilan tanishib chiqamiz endi do'stlar. O'tiringlar. Assalomu alaykum. Videoga olyapman, maylimi? Narxlarni bitta obzor qilyapman. Bemalol. Nech puldan bo'lyapti o'zi? Xatirlarimiz 25 ming kam. Bular 25 ming. Bular 35 ming. Bular 35 ming. Aha. O birinchidagi 50 ming kami bor. O, uni birinchidagilar 50 ming so'm. 50 ming kami bor. Bular 25 ming kami bor. Arzonlari ham bormi? Arzonlarimiz ular bor. 10 mingligi, 15 mingligi. Bular-chi ma'nulariz? Bular 12 mingda, 10 mingdan. Bular 12 ming so'm ekan. Qalava patir bular. O'zimizni Marg'ilon patirlar. Hammasi chetdan chiqadi. Hammasi chetdan chiqadi. Do'stlar, qaranglar. Chiroyliligini qaranglar. Bormi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalay bo'lyapti bozorlar? Yaxshimi? Xullas bir boshdan ketdi. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti? 25 ming kami. 25 ming so'm ekan. Mana ular 35 ming kami. Bular 35 ming so'm ekan do'stlar. Mana kulchasichi? Qarang, chiroyliligini. 5 mingga ikkita. 5 mingga ikkita. Qo'y. Qaysi biri ko'p? Nonchalarimiz bor. Nonchalar? 10 mingdan. 10 ming so'mdan. Mana bu kattalar. Kattalar 15 mingdan. Mana bu meni? Kattalar 15 ming. Bular 15 ming so'mdan ekan. O'zimiz Marg'ilonda pishirilgan hammasi. Mana unisi 30 mingdan, mana shu qolgancha 25 dan beradi. 25 dan berasiz. Bu unisi 35 ming, mana unisi 50 ming. 50 ming so'm. Mana ular. 2,5 kilo. Ko'proq qanaqa marosimlarga olishyapti hozir? Endi o'sha xudo tomon. Sar joylarga, mehmonga, Samarqand, Buxoroga olib ketishadi. O'g'illarga, xatar to'ylarga olib kelib, xudo tomonga. Ko'ringlar do'stlar. 45 mingdan qilinadi. Necha gramm og'irligi bilmaysizmi? 2,5 kilo ekan do'stlar. Xamiri tortilib og'ir ekan haqiqatan. Sizlar ham olinglar, Marg'ilonga kelsanglar. Unisi 35 ming. Opa ismingiz nima? Lolapa. Lolapa mana o'zlari kutib oladilar. Kelaverasiz. Salomat bo'ling. Olmaylar akalar. Xullas kirishni boshladik, ichkarida biz. Odam ozgina kam nimagadir, balkim issiqligidir. Assalomu alaykum. Olmay, videoga olsam maylimi aka? Narxlar obzor qilyaptim. Tanishtirib bersangiz ham bo'laveradi aka. Boshlayveramiz aka. Bular nech puldan aka? 75 ming. 75 ming bular. 140 ming so'm. Bular 85 ming. 85 ming so'm. Pistalarimiz-chi? Pistalar 135 ming. 135 ming so'm. 160 ming. 160 ming so'm. Mayizlarni ham bitta ko'rsatib beray. Nech puldan bo'layotgan bular? 55 ming so'm. 55 ming so'm. Bular 65 ming so'm. 75 ming so'm, mana unisi 105 ming. Qayerda mayizlari bular aka? Bular Samarqanddan aytdi. Samarqanddan keladi. O, qo'y. Xurmolar Xurmo. 25 ming so'm, orqada 35 ming so'm. Mana 25 ming so'm. Bu 35 ming so'm. 35 ming so'm. Buchi yong'oq Yong'oq mag'iz 90 ming so'm. 90 ming so'm. O, malinalar ham bor ekan. Nech pul bular? 3 litrlilari 85 ming. 3 litrligi 85 ming. 1 litr Bular qulpinoy. bu qulpinoyli ekan bu. Bu qancha ekan? 30 ming so'm. Bo'ldi. Aka rahmat. Bozoringiz bersin. Marg'ilon bozoridagi sayohatimiz davom etadi do'stlar. Narxlarga sizlarga tanishtirishda davom etaman. Sizlarga yana nimalar narxlari qiziq? Buni qaranglar, anjir chiqibdi. Sizdanmi xola? Nech pul ekan anjiringiz? 50 ming so'm ekan. Antirkami qaraydi. Ha? Ardiydigan ekan. Syomka qilyapmanmi? Maylimi? Men o'g'ri basmani uyimdan uzib kelganman. Albatta, men prosta albatta o'shani so'rab beryapman. Dehqonsiz, salomat bo'ling. Ya, men odam doimman, xo'p. Xo'p bo'ladi. Olaveraymi opa? Xo'p bo'ladi. O'sha mevangiz qiziq xolos o'zi menga. Nech pul bo'lyapti? 15 mingdan. 15 ming so'mdan. Bularchi? Bu nima edi bu? Olxo'ri. Nech pul bo'lyapti? 10 ming. 10 ming so'm. Buchi uzumingiz? 10 ming.
10 ming so'm. Choptolingiz ham bormi? Mana shu. Nech pul bo'lyapti bular? Shaftolilar 15 mingdan. 15 mingdan. Uzumchi? Ular qarang. Chiligi 25 mingdan. 25 ming so'mdan ekan do'stlar. Alichalar bor mana. Bor. Nech pul bo'lyapti alicha? Alichalar 15 ming, 10 ming. Holiga qarang. Bu gilos kimdan? Sizdanmi? Hojona nech pul gilos? 65 kilo. 60 ming. Do'stlar kattaligini qaranglar. Mingtamas olsin. Qayerdiki bu? Bu o'zimizni nimaniki? Sarmazor tomonidan. Shahmardon tomonidan. Sarmazor. Sarmazor? Bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. O'rigingizni so'ramabman men sizni. Subhon nech pul bo'lyapti? 35 ming so'mdan. Rahmat opa, bozoringiz bersin. Torus quvun tomonga o'tyapmiz. Bana kimdan ekan? O, mana. Hormay aka, sizdanmi? Toruzlar. Videoga olsam maylimi? Nech pul bo'lyapti? Qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Toruzda 2,5 ming bo'lyapti. Toruzlar 2,5 ming so'm kilosi. Kilosi. Bular 8 mingdan bo'lyapti. 8 mingdan. Bu ham. Bu ham. Qayerda toruz quvunlari bular? Bu Qashqadaryoda, bu o'zimizning mesli. Farg'onaniki. Chiqishni boshladi. Gap yo'q. Ismingiz nima? Muhammad. Muhammad Aziz o'zi kutib oladi do'stlar. Men nomdan kelsanglar, xudo xolasa zo'rib qoladi. YouTube kanalimga joylanayapti. Sotarimda. Ay, gul ham sotasizmi? Davay gulni ham nima qilaveramiz, obzor qilaveramiz. Xo'p, bir oshdan aytib ketavering, qaysi gul eng qimmati, qaysi gul arzoni? Eng qimmati. Olasa, hammasi arzon gullarimiz. Atrofdan ko'ra ancha arzon. Xitoydan olib kelib o'zimiz sotamiz. Xo'p. O'zimizning mislashgan gullar. Elmonlar katta, sal qimmatroq. O'sha nech pul o'sha qimmatroqlari? 150 ming, 200 ming atrofida. Bular 150 ming so'm. 150 ming, 200 ming atrofida bular, bettelar. Amma ular 100 ming. Atrofida, ametlari 80 ming. Bular 80 ming atrofida. Bu Xitoydan olib kelargansizlar, bu o'zimizga moslashib moslashgan. ketaveradi? Ancha bo'lgan. O, tevadek lolami, nima bu uni ular? Tevadeklar ular sun'iymiz. Sunniymi ular? Ha, tabiiy debman men ularni. Gap yo'q aka. Ishingizga omad. Salomat bo'ling. Shunaqa Marg'ilon bozorida nafaqat oziq-ovqat, balkim gullar ham bor. Hamma yo'q bor. Ketdik, davay, davom etamiz. Bo'ldi aka. Bu mana bag'doni. Qattiqoni bu? Qo'yganmizda. Bo'ldi. Bu mesni aytsa Mesni, o'zimizning Farg'onani qovunlari. Nech pul kilosi? kilosi 7 ming. O. Dahshat-u. Do'stlar, dahshat. Qayerga tashlab yuborsam bular? Mana olaman. Pastda. Do'stlar, qovuniga gap yo'q, o'zim yeb ko'rdim. Aka, ismingiz nima? Jamolxon. Kamolxon akam, Marg'ilon dehqon bozoriga kirganingizda chap qo'lda. Akamiz, qovuniga gap yo'q. Aka zo'r, realniy zo'r. Rahmat. Bo'ldi, mana olyapmiz. Ochildi, baqiring. Kelinglar. Yozda 5 ming so'm. 5 ming so'mdan. Hammasi shunaqami aka? Bir xil 5 mingdan. 5 ming so'mdan. Qopga olsa nech pul qilib berasizlar? Qopga nech pullar? Nech pul qilib berasiz qopga olsam? Misol, bitamtasi qopga olmoqchiman desa, o'tib berasizlarmi? 4,5 ming qilib berasizlar. Rahmat. So'zlarimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Hormanglar. Nech pul bo'lyapti so'zlar? So'zlarimiz 7,5 ming. 7,5 mingdan. O'zlaring chiqqanlaringdan qo'rqmanglar. Biz olmaymiz. Ha, o'zlaring. 7,5 ming so'mdan. Biz 7,5 ming, 7 ming, 5 ming yashagan. 5 ming. Holatiga qarab turib. Qaysi so'zlari bular? Marksni. Ha, u kam nima tomon? Ha, bo'ldi. O'zimizniki ekanda, xullas. Rahmat, salomat bo'linglar. Xullas, orqa tomon narxi oldi tomonga qaraganda ancha arzon ekan do'stlar. Bemalol olishlaringiz mumkin ekan. Erinmanglar, o'shaning uchun bozorda maza qilib erinmasdan aylaninglar. O'zganlari qoraqatirlari bor, unda ko'rsatgan. Bo'l, o'zi yozib beribsizlar-ku o'zi. Xullas, guruchli narxlarini ko'rib o'tamiz do'stlar. Lazerlar, Xorazm lazeri 25 ming so'm, ko'chalarimiz 10 ming so'mdan ekan.
Ketaveramiz Xonobod 20 ming so'm, 15 ming so'm Xorazm, grechka 10 ming so'm. Xullas mana cho'ng'ara oq guruch. Xullas narxlar ancha yaxshi ekan. Hormaylar akalar. Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlar? Narx arzon qilib yurdim. Uzr omad desa qildim. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Eng arzon guruch nechi pul, eng qimmat guruch nechi pul akalar? Eng arzon 15 ming. Qani o'sha guruchimiz? 15 ming so'm. Mana shular. Eng qimmatichi? Eng qimmati 100 ming so'm. 100 qora 100 ming so'm ekan kilosi. Qaysi biri ko'proq sotiladi? Ko'proq. Qimmatimi yo arzonimi? Ikkalasi ham. Oluvchilari bor. Bo'ldi, bo'ldi. Akalar rahmat, salomat bo'linglar. Bu tomonda go'sht rastalari. Do'stlar, mana qaranglar. Hamma yaxshi insonlarning ismi Hasanboy bo'ladi, to'g'rimi? Mana yerda Hasanboy akamiz bor ekan, go'sht sotar ekanlar. Aka hormang. Charchamasdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, o'shaman. Siz nech pul bo'lyapti go'shtlar? 110 ming xolos, bepul. Mol go'shtlar. Aka, salomat bo'ling. Bozoringiz bersin. Abdushe. Yog'lar ham bor ekan do'stlar. Sizlarga yana nimani narxi qiziq kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Biz hozir mana bu joyga kiryapmiz. O, hormaylar. Yaxshimisizlar? Videoga olyapman, maylimi? Ruxsat bor, qanday? Ha, o'zimning YouTube kanalimga. Reklama qilyapsiz. Mana O'sha siz men reklama qilgani kelyapti o'zim. Salom. Narxlarni obzor qilib yuruvdim. O'zimning YouTube kanalim bor-da hozir. O'sha YouTube kanalimga ko'rsatuv bu. narxlarimiz nima narxi masalan? Mana hammasi sotilayotgan, hammasi. Sariyog'lar nechi pul? Litr 70 ming sariyog'. Litr 70 ming. 50 mingga ham bor, novvoylarga 50 mingdan beriladi. Suzmalarimiz? Suzmalarimiz 16 ming. Ketaveramiz, 15 mingga ham bor. Qurutlarchi? Qurutlar ham holiga qarab, hali perivalda qurutlari bo'lsa qimmatroq, o'zimizda chiqarganlar arzonroq. Bularchi? Do'lqalarimiz ham arzon mana hozir. 70 ming, 60 ming. Chinilari 25 ming. Xullas yo'q narsani o'zi yo'q ekan do'stlar. Mana shu dehqon bozorining ichiga kirsalaringiz mana. Qurut deysizmi? Pokizalik demaydi, kecha Ya, albatta. sabati bilan bozorimiz juda ham go'zal bugun mana. Mana Dilingiz ochiladi. to'g'risini aytaman, mani obunachilarimga sifat muhim. Pokizalik, sifat, narx muhim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Men o'tgan hafta Farg'ona dehqon bozorini olib chiqdim. Bu safar va'da qilganimdek do'stlar, sizlarga Marg'ilon dehqon bozoridagi narxlarni olib chiqyapman. Keyingi bozor qayerda bo'lishini xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Opalarimiz sizlarni o'zlari kutib olishadi. Mana shu yerda. Mana shu tuxum narxlarini ham olib qo'yamiz endi. Hormay opa. Nech pul bo'lyapti tuxumlar? 1000 so'm, 1100 so'm. Salomat bo'ling. O'pdim. Bu tomonda ham shunaqa ekan, 1000 so'm, 1100 so'm. Salomat bo'ling. Bedana tuxum nech pul ekan aka? Do'stlar, bedana tuxum 500 so'm ekan. Salomat bo'ling. Do'stlar, mana nonni narxlari bilan ham yaqindan tanishib chiqamiz. Ya'ni birinchida biz patirlarni narxini ko'rdik. Endi biz sizlarga o'zimizni mana bunaqangi doim haligi. Endi to'g'ri patirlarni ko'pchiligimiz turli xil bayramlarda, turli xil tadbirlarda olishimiz mumkin, lekin mana bu nonni juda ko'p olamiz. Aka nech pul bo'lyapti? Nonimiz 5 ming, olibtasidan. Olibtasidan. Kuyov bolalaydigan benzutaqilar kech payt 12dan keyin. Ha. O'sha, ova, boydalinga ova. Nonning olibtasi bizda. Aha. Shaharda, vodiyda, lida bizda. Hammasi 5 mingdan. Ha? Hammasi 5 mingdan? Hammasi 5 mingdan. Bekitib videondan bo'lsan talomon bo'lib ketadi. Shpanevli ichiga kirib yeysiz. O'zing yeb turasizmi shpaneli Ye, ichiga kirib? tavba qildim. Biz tashqarida yeymiz. Ha, tashqari. U yoshda o'tgansiz. Ha. Akalar, ismingiz nima? Oyatullo. Xullas, Marg'ilon dehqon bozoriga kirsalaringiz, nom olmoqchi bo'lsalaringiz, Oyatullo akamizni qidirib topinglar. Oyatullo deb baqirsalaringiz o'zlari kutib oladi. Baqirmaylar, chelishiladi o'ng qo'lda. Kelinaverar ekan xullas. Bemalol, ha. Ot Oyatullo kelyapti. Aka salomat bo'ling. Tabatchan bo'lib ketdi. Bu kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech puldan ekan shirmoy nonlar? 5 ming so'mdan. Bu patirchalarchi? Bular ham 5 ming so'm. Qo'y. Onni videoga oldim. Bo'l aka. Qatga bu video? Bu YouTube kanalimga aka. Assalomu alaykum. Ismim Hasanboy. Yaxshimisiz? Siz nech pul bo'lyapti sizdan hozir?
5000 xolos. 5000. Hamma yoqda bir xil ekanda, naryoqda ham 5000, bu yoqda ham 5000. Yo'q, ham 5000 bo'lib qoldi. Shunaqa. Kiloni bundan qimmat dedi odam. Arzon. Ish qilib narx oshyapti-yu, bu grammi tushmayaptimi? Ish qilib o'sha. Ham tushmaydi. Tushmaydi. Aka, Xalqimiz o'zi qimmat dedi. Mana 3000. bular 3000 ekan. Bu yog' osiladi. Farqlab olaverasizlar. Jig'irloq qaynatmaydi. Go'shtni yaxshi ketadi. O'zi ham yaxshi ketadi choy bilan. Choy bilan. Aka, salomat bo'ling. Kimniki yer yong'oq? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech puldan bo'lyapti? 35 ming so'm kilosi. Ko'proq olsa-chi? 30 ming qilib berasiz. Qo'yadi. O'zimizda qo'rib pishiriladiganlar yo'qmi? Bu sizlar ham sizdanmi, mana ziravorlar ham Xom keladi, bu qo'rib chiqishadi. qo'rib chiqishadi. Ha, o'zi ana xom keladi. Ana shuni so'rayapman-da. Bu xom keladi. Bulardan ham bitta narx aytib bering, aka. 10 ming, bu 5 ming. Ha, istakaniga qarab-da endi. Shiriga qara. Ha, bo'ldi. Bu nechi pul mana shu? 10 ming. 10 ming so'm. Bu stakanda olsa 5 ming. 5 ming so'm. Bu stakanda olsa 4 ming. 4 ming so'm. Ana olmaslik odamni ozitadi. Yo'q, Kunda bir qoshiq aytsa. bu nechi pul? Qashan. Bu nima bu? Uzun sirka. Uzum sirka. Mana. Ha, ozitadiganini qaysi biri? Bu, ha? Aha. Nechi pul mana shu sirkamiz? Mana shu 40 ming. 40 ming so'm ekan do'stlar. Ozmoqchi bo'lganlar olib ketishingiz mumkin. Bu nima bu? Shot tutki. Bu nechi pul? Tomoq og'riqqa. 5 ming yashi. 5 ming so'm ekan tomoq og'riqqa. Aptekada doridan zo'rda bu tomoq og'riqqa bu. Menga qarang, shu maktabga bormasa men bozorga chiqyaptilar. Barik betini viji qo'yib qo'ying, o'quvchilar shu hozir olib ketishadi ba. Bo'l. Aka, ismingiz nima? Turg'unboy aka. Marg'ilon dehqon bozoriga kelsalaringiz, Turg'unboy akam o'zlari yer yong'oq, ziravor o'zlari kutib oladilar. Aka, addushi ishingizga omad. Men obunachilarim kelishadi. Sog' bo'ling. Hormay aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Do'stlar, dehqon bozorining rasa ichida, rasa markazida bunaqangi salafan paketlarimiz bor ekan. Optimda. Aka, nech pul bo'lyapti bular? Agirlar optim aka, o'g'li 1000 so'm chiqaradi. Agirlar 700 so'm aka. Rulonlarimiz aka 12 ming, kiloga 30 ming yuradi aka. Narxlarimiz behisob aka. Baholamiz do'konchilarga mana kelishaveradi. Vlajniy salfetkalarchi, katta kichigiga qarab turib. Ha, vlajniylar to'xta 120 taliklar 10 ming aka. 120 talik 10 ming. Kichkinalarchi? Kichkinalar 3 ming aka. 3 ming so'm. Qoyil. Do'stlar, mana shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, ismingiz nima? Ismoiljon akam o'zlari mana dehqon bozorini kirganingizda mana o'zlari kutib oladilar. Bunaqangi salfetkalar ham bor ekan. Xilma-xil ekan. Aka, rahmat, ishingizga omad, bozoringiz bersin. Do'stlar, buni qaranglar. Qoqilarni chiroyliligini. Hormay aka, sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar nech pul ekan bu qoqilar? Bularchi? Aka, nech pul ekan? Bu aka 55 mingdan. 55 ming so'mdan. Bularchi yonidagilar? Ha, o'ri ekan bu, o'ri. 65 ming. Aka, bularchi? Aralashmalari bor mana, aralashmalari. Kim ko'rdi mana? U, ha, aralashmalari bor ekan. Bu nech pul aralashma? 115. 115 ming so'm kilosi. Hamma yo'q bor. Ana do'stlar. Nech puldan nech pulgacha? 35 mingdan 50 ming, 60 minggacha. Bular nech pul? 50 ming. Bularchi? Bular 50 ming. Bular ham 45. 45, 50 ming. 50 ming. Bizda ham 50 ming. 50 ming so'm. Bizda 45. 45 ming so'm do'stlar. Shokoladlarimiz, vaflilarimiz hammasi bor ekan. Bunaqangi tayyor nimalarchi? 40 ming. 40 ming so'm ekan. Bular 30 mingdan ortiqroq. Bular 30 ming so'm tebadagilar. Bularchi mana u Bular 30 mingdan. yoshligimizda bo'lardi 30 ming so'm. Hozir ham bor ekan. Gap yo'q. Akalar, rahmat, salomat bo'linglar. Do'stlar, va'da qilganimdek Marg'ilon dehqon bozoridagi bir necha mahsulotlarni e'tiboringizga havola etdim, narxlarini. Sizlarga yana nimalarning narxlari qiziq, qaysi bozorning narxlari qiziq, kommentariyda yozib qoldiringlar, ijodimni qo'llab-quvvatlaylar, like bosinglar, podpiska bosinglar, imkon boricha videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Kommentariyni yog'dirishni ham kutaman va mana shu kartalarga o'zlaringizni mehringizni berishingizni ham so'rab qolaman. Salomat bo'linglar. Rahmat.